Hozirgidan 10 yosh navqiron edim. Qishloqma-qishloq sar-sari kezib xalq qo'shiqlarini to'plardim. O'sha yili yoz bo'yi qishloq uylarini oralab, hasharot to'la ser quyosh qirlarida insiz qolgan chumchuqday kezib yurardim. Qishloq odamlari manzirat qilib ilingan achchiq choyni judayam yaxshi ko'raman. Ayniqsa, dalaning etagida, daraxtning ostiga choy chelakni qo'yishadi-ku. Ana o'shandan o'ylanib ham o'tirmay, choy yuqi qotib qolgan cho'michni to'ldirib ichib olasan. Xohlasang idishingga ham qo'yib olishing mumkin. Yo'l-yo'lakay dalada javlon urayotgan odamlar bilan ikki og'iz gaplashgan bo'lasan. Qishloq qizlarining o'zaro shivir-shiviri va kulgilari quloqqa chalinadi. Shu zayl yo'lingga davom etasan. Bir kuni tushdan keyingi butun vaqtimni qovun dalasida quruqchilik qilayotgan qariya bilan suhbatlashib o'tkazdim. O'lay agar umrim bino bo'lib, bu qadar ko'p qovun yemagan edim. O'rnimdan turib xayrlashishga chog'lanar ekanman. Qarasam qornim homilador ayollarnikiday shishib bir qadam ham tashlay olmaydigan holga kelib qolibman. Bir safar keksa ayolning uyi bo'sag'asida tin oldim. U somondan kavush to'qish asnosida menga qo'shiq kuylab berdi. Namozgar salqini tushgan dallarda qishloq uylarining poyida o'tirishni xush ko'rardim. Botayotgan quyosh nurlari daraxt shoxlari aro yalt-yult tovlanib o'tar ekan, odamlar quduqdan suv tortib, chang ko'tarilmasligi uchun yerga sepishardi. U niqib ketgan yelpig'ichda yelpinar, haddan ortiq sho'r tuzlamalarning ta'mini tatib ko'rar, erkak va ayollarning suhbatiga quloq tutardim. Boshimda keng qarador somon shlyapa, oyog'imda esa shippak, belimdagi kamarga osiltirib olgan sochig'im dumga o'xshab ketimga urilib boradi. Kun bo'yi og'zimni g'orday ochib, esnar dala yo'llari bo'ylab tentirardim. Shippagim shippillab ovoz chiqarar, xuddi hozirgina yuk mashinasi o'tib ketgandek ortimdan chang ko'tarilib qolardi. Shunchalar ko'p kezganimdan oxir-oqibat qaysi qishloqqa borib, qay biriga bormaganimni adashtirib qo'yadigan bo'ldim. Bir qishloqqa kirib borsam, bolalarning "Ana esnaqi odam kelyapti" deb chuqurlashlarini eshitib qolardim. Shunday qilib, qishloqliklar g'amgin qo'shiqlar kuylab, hikoyalar aytib beruvchi kishi qaytib kelganini bilishardi. Aslida o'sha hikoya va qo'shiqlarni o'zlaridan eshitganman.